Assalomu alaykum hurmatli podpishchilarimiz. Bizga hozir bitta Damas'imiz keldi. Dehqon Do'zda ma'lumotini sirazi aytib ketaman akalar. Xo'p, mashinamiz 2023-yil akalar. 4 ta yumshoq baloni, qimmat diska balonlari bor. Mashina top-toza. Mashinamiz 285 ming yurgan, lekin salonlari o'ta zo'r qilib tiniq qilib qo'yibdilar. Xohlasalaring banki bor to'lab ketishga, xohlasalaring naqd pulga akalar. Puli akalar $5000 bo'lsa berib yuboraman deyaptilar. 2023-yil toza Damas akalar. Salonlarni ham qaranglar. Salonlarni ham chiroyli qilib tashlagan ekanlar akamiz. Mashina lekin chiroyli holatda ekan. Monitor, video registrator bar, hamma narsasi ko'rik, chexol, hamma narsasi bor. Tayyor mashina ekan. Olib minishga tayyor ekan. Maza qilib olib minasizlar akalar. 2023-yil Damas akalar 285 ming yurgan toza $5000 ga akalar. Xohlasalaring banki bor, bankini to'lab ketasizlar akalar. Xohlasalaring bemalol naqd ko'rsalaring ham bo'laveradi, o'zlari shuni bankga yopib beraveradilar akalar. Damas olaman degan akalarga bu videoni tashlab qo'yinglar akalar. $5000 ga 2023-yil Damas akalar. Tayyor hamma narsasi bo'lgan, gazlarigacha bor. Maza qilib minasizlar akalar. $5000 ga 2023. Xohlasalaring bankni to'lab ketasizlar. Bank ma'lumotlarini Telegram kanallariga nomerlarni yozib qo'yamiz. Bemalol o'tib ma'lumotlarni olib o'zlari bilan baraka qilib olaverasizlar akalar. Hammaga rahmat. Salomat bo'linglar.